Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Tramp fevraldan Grenlandiya tufayli Shimoliy Yevropa mamlakatlariga bojlar joriy qiladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Grenlandiya bo'yicha pozitsiya sabab Daniya, Norvegiya, Shvetsiya, Fransiya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Niderlandiya va Finlyandiyaga qarshi bojlar joriy etilishini e'lon qildi. 2026-yil 1-fevraldan boshlab yuqorida sanab o'tilgan barcha mamlakatlardan AQShga yetkazib beriladigan barcha tovarlarga 10% boj solinadi, deb yozdi u Truth Social ijtimoiy tarmog'ida. 1-iyundan boshlab tarif 25% gacha oshiriladi va bu boj Grenlandiyani to'liq va yakuniy sotib olish amalga oshirilguniga qadar amal qiladi. Trampning ta'kidlashicha, AQSh Grenlandiya bo'yicha sanab o'tilgan mamlakatlarning istalgan biri bilan zudlik bilan muzokaralarga tayyor. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh uzoq yillar davomida Daniya va Yevropa ittifoqining barcha davlatlarini hech qanday kompensatsiyasiz subsidiyalab kelgan. Endi esa ular go'yoki xavfli o'yin o'ynab, Grenlandiya bo'yicha uning da'volariga to'sqinlik qilmoqda. Trampning Grenlandiya bo'yicha rejalari. AQSh prezidenti 2-muddatga saylanganidan beri Grenlandiya AQSh tarkibiga kirishi kerakligini bir necha bor aytib kelmoqda. Venesueladagi harbiy amaliyotdan so'ng bu masalada yanada qat'iy turib oldi. Uning ta'kidlashicha, Daniya qirolligi tarkibidagi ushbu avtonom hudud atrofida go'yoki Rossiya va Xitoyning suv osti kemalari mavjud. Orolning o'zi esa atiga 2 dona it qo'shilgan chana bilan himoyalangan. Bu Grenlandiyaning o'zida keskin tanqidga sabab bo'ldi. Aholining aksariyati va rasmiylar AQShga qo'shilishga qarshi chiqdi. Tashabbus Yevropada ham qo'llab-quvvatlanmadi. Joriy haftada Daniya va Grenlandiya tashqi ishlar vazirlari Oq uyda AQSh davlat kotibi Marco Rubio va vitse-prezident J.D. Vance bilan uchrashdi. Biroq orol bo'yicha Amerika pozitsiyasini o'zgartira olmadi. Yevropaning NATOga a'zo davlatlari Grenlandiyaga harbiy qo'shinlar yuborishga tayyorligini bildirgan. Biroq Oq uy matbuot kotibi Caroline Levittning aytishicha, bu ham AQSh prezidenti rejalariga ta'sir ko'rsata olmasligini ta'kidlagan. Kreml vakili Dmitriy Peskov Grenlandiya atrofidagi vaziyatni xalqaro huquq nuqtai nazaridan noodatiy deb atadi. Rossiya orol Daniyaga tegishli degan pozitsiyada turibdi. Yevropa ittifoqi Xitoy uskunalaridan bosqichma-bosqich voz kechishni rejalashtirmoqda. Yevropa ittifoqi muhim infratuzilma obyektlarida Xitoyda ishlab chiqarilgan uskunalardan foydalanishni bosqichma-bosqich taqiqlashni boshlamoqchi. Bu haqda Financial Times gazetasi rasmiy manbalarga tayanib xabar berdi. Bryussel Yevropa ittifoqidagi muhim infratuzilma obyektlarida Xitoyda ishlab chiqarilgan uskunalardan bosqichma-bosqich voz kechishni taklif qiladi, deyiladi maqolada. Nashr yozishicha, ushbu taklif doirasida Yevropa ittifoqi telekommunikatsiya tarmoqlarida, quyosh energetikasi sohasida hamda xavfsizlik tizimlarini tekshirish qurilmalarida Huawei va ZTE kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan uskunalardan foydalanish taqiqlanishi mumkin. Nashr ma'lumotiga ko'ra, Yevropa ittifoqi ushbu taklifni 20-yanvar kuni taqdim etishi mumkin. Taklif doirasida hozircha ixtiyoriy hisoblangan xitoylik kompaniyalar uskunalaridan voz kechish bo'yicha qoidalar Yevropa ittifoqi davlatlari uchun majburiy bo'lishi mumkin. Aniq muddatlar esa Yevropa ittifoqi bahosiga ko'ra ma'lum bir kompaniya keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan xavf darajasiga bog'liq bo'ladi. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.